Yo, bilaman aytganimni qilsa bo'ladi-ku, necha kun cho'g'radim men senga. Kemamda o'sha ovozingni tavba qil, qancha klinikatdan shu yaxshi bilasanmi? Ona eshittiring, to'xtang. Men maskasam navaret. Ishlashsa qiling, senga ham davo bo'ladi. Kelin shamollashlardan yuqadi. Vallahi. Olib keling ham davolani. Balki kerak emas, Siroyjon, doktorga bora qolaylik. Uyga borib kasal qilishni bilasiz-a, endi kelgan. Olib keling ham davolani. O'zichi siz shamollaganingiz uchun bolaga yuqtirib olasiz. Yo'q, oching. Oya, xotinimni o'ldirib qo'yasiz hozir. Xotin shuni bo'lmay qolsa, triyoxonaga ko'zim bilaman. Doktor qilasanlar menga, bolaga qarash mendan o'rganlar. Ota-boboy qilgan ishni qilmaysanlar. Mana Abdujabbor amaki tog'dan toza salot kelgan. Hozir bitta yedirsam o'zi yaxshi bo'lib qoladi. Ey jonim bolam, och og'zingni. Ha, o'zi qo'y yog'idan zo'r yo'q. Qani og'zingizni ochingchi, toy bola, sal bola. Bolaga nazar tekkan. O'zlaringni kimdan kiradi birinchi bo'lib. Men aytganman senga qarama yaqindan deb. Ana kimdan? Voy navaramga o'zim 4 soat qaynatgan chuvalchang sho'rvamdan beraman. Qani samolyot kerak. Aniq odam edimi buni? Yegan. Qani o'tirchi o'g'lim olsang. Yut og'zingdan. Yut dedim men senga. Yut. Yema, chayna. Ana, ko'rdingizmi?